ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. Maxfiy ziynatlarni oshkor qilish uchun oyoqlarini yerga urmasin ayollar. Nima degani? Oyoqqa ham halqa taqish bo'lgan ekan u vaqtlarda. Hozir ham bor-ku, hindlarda ham taqishadi. Ayollar oyog'iga ham bilaguzukka o'xshash narsa taqadi. Uni shildiroq ovozi bo'lar ekan. Ovozi bo'lar ekan. O'shani oyoqni qattiq urib yursa, haligi ayol kishi o'tayotgani sezilib erkaklar qarar ekan. Oyoq banduq deydimi? Oyoq banduq. Oyoq banduq taqish odati bo'lgan ekan. Ana bunaqa qilib yurmasin. Ziynatini, maxfiy ziynatni oshkor qilish uchun oyog'ini yerga urmasin. Ikkinchidan qomatini ko'rsatish uchun qadam bosish ham shu oyatni qaytarig'iga kiradi. Qomatini ko'rsatish ma'nosida qadam bosishga harakat qilish ham, bu ham maxfiy turgan ziynatni oshkor qilishga urinish hisoblanadi. Va bu ham ushbu oyatdagi qaytariqning ostiga kiradi. Xuddi shunga o'xshash ovoz chiqaradigan tovushlik, demak, poyabzallar ham bu yaxshi emas. Bu ham ushbu oyatning qaytarig'i ostiga kiradi. Chunki bu yerda maqsad o'zi nozik arashmadan qaytarilish shu. Ziynatini maxfiy tutsin, o'zining halol eriga qancha bo'lsa saqlasin.